Nurg'u do'stlar yog' lazımki meyin tashlashga ahamiyat bermaydi ya lazım tepsiga bevosita yog'ni to'kadi. Amaliyotda bu intayin xato usul. Bugun o'zinglar bilan lazımki alayda xushbiroq bo'lishingki sirni o'rtoqlashimiz tuqqanlar yulduz yurak belgilarimiz saqlanishini unutib qolmasdan. Sabzimalar sinjani sab 15 sekundagi cho'ng piyoz, kichik piyoz shansaylarni sab saqlaymiz. Men bugun tunuga sambosaga mayva degan alnurni shuni ishlatdim-chi. Alnur maylarimiz haqiqatan esli jumon tuqqanlar qaydlab ishlatishga bo'ldi ham bektatimli xushbiroq chiqdi setib oldiganlar Habibullah 28 degan bilan aloqalaslar bo'ldi. Andi men quruqdoridir mehlanib so'z 30 zalashni boshlaymiz jumon tuqqanlar. Bu zalang'icha machivar qo'llarim bilan xasin samsaqlarni azgashtiray. Sizlar mehrli qo'llaringiz bilan yuraklarni gullarni yo'lg'ash keramsizlar sevimli tuqqanlarim. Endi vaqt lozimizda 2 saplik qo'ysak, yirik lozimizda 3 ni qo'ymiz. Mushu nisbatda qo'yib ustiga biza ochiq qo'yib namda olsak, hozir mayni qo'ygankamda ko'y ketmaydi malozingimiz shu. Andi muvafiq tutsab, sifatli zirmalar xoji o'da desalimiz tuqqanlar. Odatda qazo veshin to'lcho'galaydigan xonimlar anda bildi. Haqiqatda ba'zi dardamahlarniki ta'mi o'zgir qolgan purg'in bir yaqishliq emas. Hatto ba'zini tatib nim xurishligini bilgili olmaydi. Hardan vaqt tatib qilurni bir tatib ko'rib beqingiz lozim sevimli tuqqanlarim. Izvarga xasin samsaqlarni ustiga kunjitlarni sep tayyorlab olgandiki, anqich o'qish biraqmayimizin tayyor qoldi mana. Taxminan 5 minutda 10 minutgacha zaldiq, ammo qizarsa avasaq bo'lib qip-qir zalavasik meyimiz ochiq qoldi juma tuqqanlar. Meyimizda ham bir sapliq qo'yib elashtirgach davomli qo'yamiz. Biraqni to'kib lozi o'din ko'y qilishni saqlamayni ya. Bu acamga qilgan yog' lozi degachi bek mayli ximiyimiz degashga muvofiqlik qo'ydik tuqqanlar. Maylig'ari hech yaxshi ko'rganlar, yana mushu holatda 2 cho'mish may qo'yvaslan bo'ldi. Ko'rganlarning tuqqanlar oilada yog' lozini xush bir raqam tetimlik etish amaliyoti mushunaqla assa. Davomli meni qatib mazmunlarimga diqqat qilib tursa, keyingi mazmunlar texnik sarxil xayri xo'sh.